Antidojni 3 xil yo'nalishda surib ko'rsatib beraman. Qaysi biri sizga yoqsa, kommentariyada yozib yuboring. Siz bitta like bosing, men davom etaman. Birinchisi kartoshka. Kartoshkada kraxmal bor-ku, bu ham suvni qaytaradi. Srochni hech narsa yo'q paytda mana shunaqa kartoshkadan foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Ko'proq suyuqliklari bilan mana bersangiz, bu suvni qoldirmaydi, ichkaridan yaxshi ushlaydi. Ikkinchisi zubnoy pasta. Zubnoy pastani har doim oqini ishlatinglar. Oqi yaxshi ishlaydi. Buni ham surib chiqamiz. Uchinchisi antidojt. Professionalniy antidojt. Buni o'zi vodniy kamin deydi, oynaga kirlarini tozalab keyin surish kerak. Bu ham ishlaydi yaxshi. Usiz ham. Mana. Surib bo'lgandan keyin bular ozgina qurishi kerak. Mana oradan 10 minutcha vaqt o'tdi. Artib ko'ramiz endi mana. Bu kartoshka bo'lgan joy. Bu bitta moykadan keyin ketib qoladi lekin. Suv qaytarishi. Bu zubnoy pasta. Bo'lgan joy, endi bu yoq antidojimizdan joyi. Qani, endi sinab ko'ramiz. Yomg'ir yog'yapti, sun'iy yomg'ir. Mana. Bu kartoshka bo'lgan joy. Bu gidrofob yo'q bo'lgani bilan ichkaridan zo'r ko'rsatadi. Bu mana zubnoy pasta. Endi bu mana antidoj. Bu yerdan yurganingizda suv hammasi uchib ketadi. Qaysi birini qilib yurardingiz? Kommentariyada обязательно yozing. Don Zafar xizmatda.